Tak, hammaga salom. Bu videoda bitta loyihamni obzori bo'ladi. Oldindan aytib qo'yaman, bu video bittada olinyapti. Shuning uchun qanaqadir kamchilik yoki so'zlarimda tutilishlar bo'lishi mumkin. Ko'p cho'zmayman, maqsadga o'tamiz. Xullas, bir kun oldin, mana sanasini ham ko'rsanglar bo'ladi. LinkedInda post joylagandim. Umumiy postning ma'nosi, mazmuni nimadan iboratki, o'zimni raqamli nusxamni yaratdim deb post joylaganman va ushbu post ko'pchilikka qiziq bo'libdi shu loyiha. Shuning uchun ham ushbu obzor videoni olyapman. Kommentariyasini shu ko'rsatadigan bo'lsam, ko'pchilik ijobiy kommentariya qolibdi, sinab ko'rishni istaymiz deganlar ham ko'pchilikni tashkil qilar ekanda. Deyarli hamma shunday deb yozgan. Ba'zilar ushbu loyihani qanday rivojlanishi haqida takliflar ham qoldirgan ekan. Endi to'g'ridan to'g'ri loyihani o'ziga o'tib ketaveraman cho'zmasdan. Xo'sh, birinchi loyiha faylini ochib olamiz. Buni ozgina kattalashtirsam. Dokumentsda xo'sh, bu yerda Xo'sh, bu yerda virtual muhitni aktivlashtirib olaman. Endi bu videoni ko'pincha endi dasturlash kirgan yoki umuman dasturchilar ko'radi deb o'ylayman. Shuning uchun agar dasturlashni bilmasanglar, bu tomonga umuman e'tibor bermasanglar bo'ladi. Shunchaki loyihani run qilmoqchiman, ya'ni ishlatmoqchiman. Birinchi activate qilaylikda, keyin barchaga obzor tushunarli bo'lishi uchun loyiha Visual Studioni ochib olaman. Tak. Ochildi. Buni naqd tozalab qo'ysak, yurg'izayotgan paytimiz ko'rasizlar. Umumiy loyiha strukturasi, fayl strukturasi shunday. Xo'sh, loyiha Pythonda ko'tarilgan. Loyiha frontendini Streamlit orqali ko'targanman. Streamlit, kim bilmasa, Pythonning kichik frameworklaridan, bu asosan data science, ML, AI da ishlatiladi. AI yaratayotgan injenerlar yaxshi biladi. Bu Streamlit bizga UI dizayn beradi. Osonroq, soddaroq sintakslar bilan. Shuning uchun Streamlit ko'tarilgan, ammo bu loyihani istalgan boshqa frontendlarga integratsiya qilsa bo'ladi. Shunchaki tezroq bo'lgani uchun Streamlitdan foydalanganman. Endi barchaga qiziq savol, nimani hisobiga u men bo'la oladi? Ya'ni nimani hisobiga u sizdek qaror qabul qila oladi? U siz yo'q deydigan narsalarga yo'q, ha deydigan narsalarga ha deya oladi. Bu albatta juda ko'p takrorlaganman boshqa postlarimda ham. Dataga bog'liq, ya'ni barcha istalgan AI loyiha bu dataga bog'liq, AI modelni qanday ishlashi, ma'lumotlarga bog'liq. Bizda bu loyihada ma'lumotlar strukturasi quyidagicha. Xo'sh, mana bu yerdan boshlasak to'g'ri bo'ladi. Bu yerda to'liq data bor. Bu LLM asosida, ya'ni LLM integratsiya qilingan. O'sha LLM ushbu ma'lumotlar asosida javob beradi. To'liq train qilinmagan, fine tune qilinmagan. Va bunga hojat yo'q aslini olganda bu loyiha uchun, ammo deep learning ML algoritmlaridan foydalanib turib, aynan shunaqa model yaratishni ham, ya'ni AI yaratishni ham imkoni bor aslida. Xo'sh, bizda birinchi data faylimiz endi to'liq to'ldirilmagan. Bu sizni biografiyangiz, ya'ni nechinchi yil tug'ilganingiz, qachon tug'ilganingiz, qayerda tug'ilgansiz, qayerda o'qigansiz, xuddi obyektivga topshirilayotgan yoziladi-ku, o'shanday narsalar bu yerda biografiya yozilgan bo'lishi kerak to'liq. Endi men iloji boricha qisqa yozganman, ammo shu qisqa yozilgan datada ham juda yaxshi ishlayapti model, dastur. Xo'sh, bu sizni an'analaringiz, orzularingiz, maqsadlaringiz yoziladi bu faylga. Ya'ni siz nimani orzu qilasiz, qanaqa orzularingiz bor, qanaqa qiziqishlaringiz bor, shunga o'xshagan narsalar yoziladi. Buni ham juda ko'plab qatorlar bilan aslida to'ldirish kerak. Qancha ko'p ma'lumot bo'lsa,
javob berayotganda shuncha sizga yaqinroq bo'ladi. U sizni o'sha raqamli nusxangiz deyapmiz-ku, o'sha dastur shunchalik sizga yaqin bo'lgan fikrlarni beradi, shunchalik sizga yaqin bo'lgan qarorlar qabul qiladi, shunchalik sizga yaqin fikrlaydi deb tushunsangiz bo'ladi umumiy qilib. Bu yerda o'zi qanday insonligingiz haqida, misol uchun amaliyotni qadrlaysizmi yoki nazariya ko'proq siz uchun muhimmi? Shunga o'xshagan, ya'ni shaxsiyatingizga oid narsalarda shunaqa ma'lumotlar yozilishi kerak. Endi men bu loyihada iloji boricha ustiyroq, ya'ni faqatgina shu dasturlashga aloqadorroq ma'lumotlarim bilan to'ldirganman, ammo siz hayotda qanday odamsiz, o'z kasbingizda qanday odamsiz, do'stlaringiz bilan qandaysiz, shularni hammasini qamrab olsa bo'ladi bu loyiha bilan bemalol, chunki o'shanga yarasha databaza deylik, endi database baza shakllantirilgan bu yoqda struktura. Demak, bu ketdi. Bu endi misol uchun sizni nima afzalliklaringiz bor, siz qanday, misol uchun sizni yutuqlaringiz nimada, sizni ajratib turadigan narsalar nimada, o'shalar haqida yozishingiz kerak bo'lgan qism hisoblanadi. Misol uchun men unda chiroyliman, men yaxshi kurashchaman, bunaqa sportda yaxshiman, bunisida yomonman. Shunaqa ma'lumotlar bilan to'ldirsangiz bo'ladi, yoki men qaysidir ishni yaxshiroq qilaman, qaysidir ishni yaxshiroq qila olmayman, shunga o'xshagan. Umumiy dastur baribir shu ma'lumotlar asosida ishlagani uchun shu ma'lumotlar asosida o'zini shaxsiyatini, ya'ni sizni shaxsiyatingiz ko'rsatib beradigan ma'lumotlarni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi bu yoqda misol uchun bu tanlovlaringiz, bu AI o'rganishida bu juda muhim ma'lumotlar turadigan fayl hisoblanadi. Ya'ni siz qanday qaror qabul qilishingizni qiymatlarini, ya'ni labellarni shu yerdan AI chiqarib beradi-da. Shu yerdagi ma'lumotlar asosida, ya'ni siz birinchi holatda qanday qaror qabul qilganingizga qarab turib, u umuman hali bu datada bo'lmagan ikkinchi holat kelganda birinchi holatda qanday qaror qabul qilganingizga, boyagi pastdagi shaxsiyatlaringiz yozilgan ma'lumotlarga qarab turib, barchasini umumiylashtirib, keyin umuman ko'rmagan ikkinchi holatiga fikr bildiradi yoki o'shanga nisbatan qandaydir javob qaytaradi-da. Bu yerda misol uchun men texnologiya sohasida loyiha uchun dasturlash tilini tanlash kerak. Ya'ni menga kimdir loyiha uchun dasturlash tilini tanlash kerak desa, men ko'proq Python afzal ko'raman. Sababi men backendda Python dasturchiman va deyarli 90% holat faqat backendda ishlayman va eng qizig'i deyarli 60-70% holatlarda AI bilan ishlayman yoki kiber xavfsizlik bilan ishlayman, pen testing bilan. Bunday holatlarda esa Python bu вообще perfect dasturlash tili, birinchi raqamli desa ham bo'ladi bu ikkita sohada. Shuning uchun Pythonni tanlagan bo'lardim. Xuddi shunday shakllantirilgan, bu mana dasturchilar yaxshi biladi, umuman dasturchi bo'lmaganlar uchun ham yaxshi tushuntiraman. Bu bitta bo'lim hisoblanadi, bu JSON formati. Ya'ni bu bitta bo'lim shu yergacha mana xuddi shunaqa keyli valuelar yana bitta bor. Misol uchun mana ID, kategoriya. Misol uchun mana texnologiya kategoriyasi bor. Texnologiyada men misol Pythonni tanlayman. Shunday narsalar, ya'ni siz bitta vaziyat bor, o'sha vaziyatda qanday qaror qabul qilasiz? O'shalarni ma'lumotlari deb o'shanday ma'lumotlar yig'indisi deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni bu faqatgina texnologiyaga tegishli emas, bu misol uchun qanaqadir pul masalalari bo'lishi mumkin, do'stlashish masalalari bo'lishi mumkin, qanaqadir shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Hozir menda bo'lsa, bu boya aytganimdek tipa qisqaroq, ya'ni dasturlashga aloqador bo'lgan qarorlarimni, ma'lumotlarni yig'ib qo'yganman, dataset qilib qo'yganman va e'tibor bersangiz ma'lumotlar nisbatan qisqa. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ishlaydi, boya aytganimdek. Endi style bor. Bu style nima? Bu sizni hozirgi modelimiz faqatgina tekst almashadi, ya'ni bu yerda so'zlar bilan gaplashadigan qilinmagan, lekin qilish mumkin. U umuman juda oson narsa. Bu yerda
sizni yozish uslubingiz, ya'ni siz qanday javob berasiz. Hamma har xil gaplashadi. Kimdir biroz shevada gapiradi, kimdir ko'cha so'zlari deymizmi, endi so'kinish so'zlar deymizmi, o'shalarni ko'p aralashtirib gapiradi. O'shanday ma'lumotlar to'planadi. Misol uchun loyiha yaratish talabi, misol uchun men bu loyihani to'liq yaratib ber, dasturlash tili sifatida Pythondan foydalan. Yozgan paytim ham, klaviaturada kimgadir xabar yozgan paytim ham yoki ChatGPTga yozgan paytim ham doim nuqta virgullarni qo'yaman. O'rtog'im yozsam ham shuni qo'yaman. Shuning uchun bu yerda e'tibor bersanglar standart bo'lib turibdi. Ya'ni shu virgullari bor, nuqtalari bor, boshqalari bor. Kimdir yozishayotgan paytda umuman virgul nuqta qo'ymaydi, katta kichik harflarni almashtiradi yoki moda bo'lgan sh harfini o'rniga w yozishadi. O'shanga o'xshagan narsalarda xullas sizni yozishingiz, bu datalarni qayerdan olaman desanglar, men bu datani to'ldirish uchun shunchaki ChatGPT va Clouddan foydalangan tekstlarim bor-ku, o'shalar ya'ni so'rovlarim, o'shalarni shunday oldimda tashlab chiqdim, bo'ldi undan onasini. Muammo yo'q. Sizlar qayerdan olsanglar bo'ladi. Sizlar misol uchun do'stlaring bilan qanaqadir, hammada Telegram bor, Telegramda suhbatlashgansizlar. O'sha Telegramda yozishganlaringni o'sha mavzusini yozsa, sizlar yozgan narsa tekstni joylab qo'yasizlar. Ya'ni kontekstga bu qaysi mavzudaligini, ya'ni sizlarning umumiy gaplaring qaysi mavzuda edi, keyin sizni o'sha yozgan tekstingiz, matningiz shunday olasizda, tashlab shunday qilib datani yaratasizlar, ma'lumotni yaratasizlar. Shunda bu dataset ham tayyor bo'ladi va bizni to'liq dasturimiz xuddi mana shu datasetlar orqali ishlaydi. Keyin yana bittasi qolib ketibdi. E'tibor bermayapman. Bu yerda sizni bilimlaringiz yoziladigan joy. Ya'ni misol uchun mana Python deb yoz. Endi shunday dataset yaratganman. Siz o'zingiz biladigan istalgan texnologiya bo'lishi mumkin. Umuman mashina remont qiladigan odam bo'lsangiz yo elektrik bo'lsangiz, elektrik Python.txt ga o'zingizni shu elektrikni biladigan bilimlaringizni yozishingiz mumkin. Misol uchun nima yozilgan bu yerda? Bu yerda kamroq ma'lumot yozilgan boyagidek, lekin misol uchun men Python dasturlash tilini bilishim, u Pythonni qanaqa sintakslarini bilishim, nimalar qila olishim, qanaqa framework deymiz endi, kutubxonalarni bilishim, shunga o'xshagan narsalar yozilgan. Pythonda nimalar qila olishim, API'lar bilan ishlay olaman, boshqa ma'lumotlarni bu yerda yozilgan. O'shanday narsa, ya'ni o'sha texnologiyaga da siz nimalar qila olasiz degan ma'noda. Keyin project misol uchun bu yerda misol uchun qanaqa loyiha qilganlarim, xuddi shunday ma'lumotlar to'ldiriladigan qism bu. Ya'ni o'sha datasetimizni project qismi, bu yerda qilgan loyihalaringiz yozilgan bo'ladi. O'shalar asosida keyin javob beraveradi-da bemalol agar so'rab qolsa. Siz bilan gaplashayotgan odam. Xo'sh, bu yerda sizning tajribangiz yoziladi, ya'ni nimalar qilgansiz, qanaqa. Endi meniki deyarli bu yerda 100% polniy dasturlashga aloqador narsalar yozilgan, datalar. Siz umuman oddiy hayotingizni yozsanglar bo'ladi. Umuman sohalaringning farqi bo'lmaydi. Kirgizib chiqasizlar, o'sha sohalar nimalarni bilsalaring, ya'ni sizlarning tarixlaring, sizlarning o'zi kimlaring, umuman miyanglarda ichida kim bo'lsanglar, o'sha narsalarni deyarli hammasi strukturalangan bu yerda. O'sha joylarni kirgizib faqat haqiqiy, ya'ni to'g'ri ma'lumotlarni kirgizib chiqarsanglar, chunki aniqlik juda muhim bu data science, AI loyihasi, ML da to'g'risini, rostini yozib chiqsanglar, deyarli sizlarning o'zlaring bo'lib qoladi. Xo'sh, bu yerda artificial intelligence qismi, ya'ni men bu boyagi sohalarga o'xshagan, ya'ni Pythonga o'xshagan bir xil narsa, prosta men oldinroq data science va ML AI bilan injener bo'lib ishlagan paytlarimdagi ma'lumotlar to'liq shu pashta yozilganda. O'shanday narsalar. Bu yerda sizlarning bilimlaringiz, ya'ni nimalarni bilishingiz, matematikani bilasizmi, o'sha narsalarni tiqib tashlang. Bilmadim, o'shanday narsalar. Bu yerda sizni ko'pincha shaxsiyatingiz, inson sifatida, kelajakdagi orzularingiz, shunaqa narsalar. Bu qismda o'sha boya aytganimdek sizni qaror qabul qilish usulingiz aniqlanadi. Uni
AI ni o'zi aniqlaydi. Bu yerda bo'lsa gaplashish yoki umuman suhbatlashish usulingizni AI ni o'zi aniqlaydi. O'sha usulda javob beradi. Bu aytgandek. Xo'sh, keyin bu qismi barchasi deyarli bu vektor database encoding qilingan bu test fayllari. Xo'sh, promptlarni ko'rsatishi mumkin. Bu yerda shart emas. Umuman prompt qanday yozilgan? Bu promptni yanada yaxshilasa bo'ladi. Hali bu shunchaki birinchi beta versiya deb tushunsangiz ham bo'ladi. Yaxshiroq qilish kerak ham menimcha. Xo'sh, prompt qanday yozilgan? Sen haqiqiy ilhom sifatida suhbat qil. Ya'ni bu yerda ilhom o'rnida o'zingizning ismingizni qo'yishingiz kerak. Sen ilhomning mavjud ma'lumotlari asosida yaratilgan AI raqamli modelsan. Har ehtimolga qarshi aytib qo'yapmiz. Senga ilhom haqidagi xotiralar beriladi, to'liq boyagi narsalar. O'shalar haqida asosiy vazifalari nima? Tabiiy suhbatlashish, ilhomga o'xshab suhbatlashish, misol uchun o'zbek tilida javob berilgan xotiralardan foydalanish kerak doim. Misol uchun agar siz haqingizda mavjud bo'lmagan yoki bilmagan faktlari bo'lsa, u o'qimaydi, javob bermaydi. Aytadi, men raqamli nusxasiman, shuning uchun hammasini bilmayman deydi hozircha, lekin o'shani ham qandaydir aylanib o'tadigan qilish umuman muammosi yo'q. Yana shunga o'xshagan promptlar yozilgan, savollarga javob berishi, boshqasi yozish uslubini aynan o'shanga moslashtirish, boshqasini moslashtirish. Buyog'i shunchaki kod. Endi bu test fayllari, bu mana uni ichiga tiqib olish kerak edi. Nimaga bu yoqda bo'ldi o'zi? Xo'sh, endi loyihani o'zini ishlatib ko'ramiz. Loyihani ishlatish uchun tozalaylikda. Bundoq qilsak, buyruq shunday. Dizayn sodda, boya aytganimdek sodda dizayn, ammo muhimi biz uchun boyagi backend va logika to'g'ri va yaxshiroq ishlashi. Buni istalgan dizaynga, istalgan boshqa texnologiyaga integratsiya qilishning muammosi yo'q. Frontendni yaxshilash demoqchiman. Xo'sh, bu yerda savol yozib ko'ramiz. Misol uchun Ilhom, senga katta, misol uchun pulga deylik, pulga. Ya'ni bu yerda aytdim, Ilhom, senga katta pul beradigan loyiha qiziqroqmi yoki odamlarni o'ziga tortadigan loyihami dedim. Men doim, ya'ni o'rganayotgan paytim ham, o'sha dasturlashni o'rganayotgan paytim ham doim qiziq loyihalarga qiziqqanman, ya'ni shunaqa fikrda bo'lganman va hali ham shunaqa fikrdaman. Siz qilayotgan loyiha boshqalarga juda qiziq bo'lishi kerak-da. Ya'ni siz agar katta pulli loyiha qilsangiz, o'sha pulni bir marta olasiz, bo'ldi, hech kimning esida qolmaysiz. Lekin agar qiziqarli loyiha qilsangiz, misol uchun ko'pchilikni qiziqtiradigan neobishniy deymiz-ku, neobishniy loyiha qilsangiz, siz ko'p pul topmasligingiz mumkin, ya'ni ko'p pul olmasligingiz mumkin loyihadan, u вообще startup bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin shu dasturni shu bola yaratgan deb esida qolasizda. Tushuntira oldimmi yo'qmi bilmadim. Oldindan aytyapman-da, misol uchun qarorimni. Endi ko'ramiz bu qanday fikrlar ekan. Datada bunaqa ano yo'q. Aynan shu savolga javob yo'q. Xotiralar tahlil qilinmoqda. Keyin yana bir narsa, bu bunchalik ko'p vaqt olmaydi o'zi. Tez bo'ladi, lekin hozir negadir bugun Wi-Fi sal sekinroq ishlayapti ertalabdan beri. Qiziqarli savol bo'ldi. Ochig'ini aytsam, ikkalasini ham qadrlayman, lekin men uchun ularning o'z o'rni bor. Men biror loyiha boshlasam, men avvalo uning qiziqarli, foydali va odamlar e'tiborini tortadigan bo'lishiga harakat qilaman. Aytdim-ku, lekin xuddi shunaqa narsa datada yo'q-da. Deyarli o'sha men beradigan javobga 70-80% yaqin javobni
beryapti. Ya'ni men hozir oldin berdim. O'shanday qaror qabul qilyapti. Bu yerda bitta muammo bor ekan. Buni o'tgan safar teslagan o'zim 1-2 savol berganimni sezmagan ekanman. Ya'ni javoblar juda ko'p. Bu samimiylik yoki ikkita odam suhbatlashayotganda odamlar bunchalik ko'p javob berishmaydi. Iloji boricha qisqa gapirishadi. Ya'ni siz gapirasiz ozgina, keyin narigi odam gapiradi. Juda ko'p gapirib qolmaysiz odatda. Bu esa to'liqroq, ko'proq javob beryapti. Buni lekin umuman muammo joyi yo'q. Bu juda oson narsa. Shunchaki bu yerdan brainga kiramizda, keyin prompt kiramizda, shu yerda undoq turib umr qilamizda javoblarni mana o'zi chiqyapti. U o'zi qisqa va aniq berishga harakat qil. Samimiy. Shart emas, bu yozilgan. Mayli yozaylikcha, samimiy va foydali bo'l. Tamom. Endi bunaqa uzun javob bermaydi, lekin uchun boshqatdan rang qilib olishimiz kerak. Rang qilishdan oldin buni bunday olamizda. Nusxalab oldim. Mana. Endi bu yoqqa kelamizda. To'xtatamiz loyihani. To'xtadi. Bunday qilib loyihani qayta yurg'izaman. Mana o'sha savolni qayta tashlab ko'raman. Bu bizni Wi-Fi'mizni o'ta tez bo'lgani uchun ko'proq vaqt olib turibdi. Ochig'ini aytsam, men uchun birinchi navbatda odamlarni o'ziga tortadigan qiziqarli va foydali loyihalar yaratish muhimroq. Endi nima demoqchiman? Xullas, birinchidan ushbu loyihani o'zingizlar ishlatib ko'ringlar, GitHubga yuklab qo'yaman. Agar ushbu loyihani ishlatishda qanday muammo bo'ladigan bo'lsa yoki umuman muammo bo'lmasa ham to'liq o'sha GitHubdan yuklab olib turib, mana shu ishlaydigan holat keltirishgacha bir 2 minut, uzog'i 3 minutlik video bo'ladi. O'sha videoni tayyorlayman. U uchun izohlarni qoldirishlaring kerak. Umumiy hozirgi loyiha haqida ham fikrlaring bo'lsa qoldirishlaring mumkin. Endi loyiha kelajagi haqida sizlarning fikrlaring muhim. Shu yerda ham misol uchun LinkedInda xo'sh, bitta do'stimiz shunday yozgan ekanda, xullas odam nima degan? Men robot texnika bilan ham shug'ullanaman. Ya'ni aynan hozir qilib yurgan ishim robot texnika, ya'ni robotga AI ni integratsiya qilish. Ya'ni qaysidir robotni, qaysidir xatti-harakatlarni biz doim knopkada bosamiz yoki qanaqadir if else shartlar qo'yamiz-ku robotlarga, ya'ni bunday holat bo'lganda bunday bajar, bunday bo'lganda bunday bajar deb robotlarga oldindan yozib qo'yiladi. O'shaniga AI integratsiya qilib turib, ma'lum bir harakatlarni AI modelni o'zi bajartirsin degan ish bilan shug'ullanib yuribman. U odam ham shunday, buni bilganmi yo'qmi bilmadim. Shunday taklif bildirgan ekan. Ya'ni qanaqadir robotga o'xshagan robot, ya'ni qanaqadir odamga o'xshagan robot qilib turib, uning ichiga bu dasturni unga integratsiya qilishni aytishibdi-da. Ya'ni shunda misol uchun robotga o'xshagan, odamga o'xshagan robot xuddi menga o'xshab fikrlaydi yoki dataset sizni ma'lumotlaringiz asosida bo'lsa, siz bo'lib turib javob berib gaplashib boshqa qila oladi. O'shanday narsa aytibdi. Qiziq qilish mumkin. Eng qizig'i qilish mumkin. Juda qiyin narsa emas. Bemalol ishlab chiqsa bo'ladi. Keyin yana bir yana bir taklif bor. Misol uchun mana bunday. Endi bu salgina o'xshamadi. Buni o'xshatish yo'li bor. Bu men. Xullas, menday 3D model yaratsam-da, ana shu rasmni o'rniga 3D modelni joylashtirsam, bu 3D modelni misol uchun og'zi qimirlaydi, misol uchun pastda hozirgidek tekst ham chiqib turadi, qayerdadir bunday yuqori bir tomondanmi bilmayman, ko'ramiz dizaynini. O'shanday tekst chiqib turadi-da, mana yozishganlaring xohlasang yozishdan, bo'lmasa bu yerda bunaqa bitta knopka bo'ladi. O'sha knopkani bosib turib audio bilan gaplashsa ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun xuddi savolni shunchaki gapirsam ham bo'ladi. Misol uchun Ilhom, senga katta pul beradigan loyiha qiziqmi yoki
odamlarni o'ziga tortadigan loyihami desam, u misol uchun xuddi shu 3D model og'zi qimirlab turib, bunday harakatlanib, ko'zlari boshqasi harakatlanib turib javob beradi. Bu TTS, ST ishlatiladida xuddi shunday savol javob bo'laveradi. O'shanday versiya yaxshiroqmi yoki qanaqadir robotni yasab turib, ya'ni real detal ushlanadigan robotni yasab turib o'sha bilan o'qisam yaxshimi? Keyin siz meni birinchi marta ushbu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimga kirib, mana o'zim haqimda qisqacha degan xullas o'qiganman, video o'qiganman. Shu orqali men kimligim haqida biroz ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Ochig'ini aytsam 5 minut faqat maqtanaman bu videoda ham. Umumiy loyiha shunday. Istalgan qanaqa savollaring bo'lsa, qanaqa takliflaring bo'lsa, umuman farq yo'q. Izohlarni kutaman, nima deysizlar, nima yo'q. Farq yo'q, salbiymi, ijobiymi yozinglar. Qanaqadir kamchiligi bo'lsa yoki men misol uchun umuman bu loyiha uchun vaqtimni bekorga sarflagan bo'lsam, shunchasini dalshiga sarflamay qandaydir izoh qoldirsalaring, fikr qoldirsalaring xursand bo'laman. Rahmat, addushi ko'rgan bo'lsanglar oxirigacha.